Qarshi shahrida joylashgan O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Harbiy aviatsiya institutida O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Janubiy-g'arbiy maxsus harbiy okrugi hamda Qarshi harbiy prokuraturasi hamkorligida ajdodlar izidan intellektual turnirining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Tadbirdan asosiy ko'zlangan maqsad yoshlarning mamlakat miqyosidagi siyosiy jarayonlarga mustaqil va ongli munosabatini shakllantirish. Qadimiy va betakror diyorimizdan yetishib chiqqan buyuk alloma, adib va mutafakkirlarimizning boy ma'naviy merosini, umumbashariy sivilizatsiya, madaniyat, dunyoviy va diniy ilm-fan taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan ulug' ajdodlarimizning noyob asarlarini asrab-avaylash, kelgusi avlodlarga bezavol yetkazish, ularning nodir merosini, ibratli hayoti va ijtimoiy faoliyatini har tomonlama chuqur o'rganish va targ'ib etish. Yosh harbiy xizmatchilar ongida vatanimiz tarixi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, ijtimoiy hayot haqidagi tushuncha, bilim va ko'nikmalarini yanada yuksaltirish, kasbiy mahoratini oshirish, bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkil etish, ularni kitob o'qishga bo'lgan qiziqishni yanada oshirishdan iboratdir. Tanlovda 15 jamoadan 90 nafar yosh harbiy xizmatchilar ishtirok etdi. Hakamlar tomonidan belgilangan ballar tanlov yakunida umumlashtirilib, eng yuqori ball to'plagan ishtirokchilar vazirlik bosqichida qatnashishi uchun yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Tanlov nizomi asosida buyuk sarkardalarimizning jang san'ati, jamiyat va davlat hayotida amalga oshirgan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va harbiy islohotlar to'g'risidagi 5 ta kitoblar asosida savol-javob tarzida tashkil etildi. Bunda asosan o'sha barcha kuch tuzilmalardagi 30 yoshgacha bo'lgan harbiy xizmatchilarimiz o'z bilimlarini mana hozir jarayonda sirashib borishyapti. Albatta bu tanlovdan ko'zlangan asosiy maqsad mana shu yoshlarimizni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish hamda mana shu kitobxonlikka bo'lgan qiziqishlar orttirish maqsadida tashkil etilib olinyapti. Bugungi musobaqada har bitta kuch tuzilmalar g'oliblik uchun kurashib olib boradi hamda faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritgan jamoalarimiz respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritadi. Ajdodlar izidan ko'rik tanlovini harbiy qism miqyosida faxrli birinchi o'rinni olib, hozir viloyat bosqichida ishtirok etdik. Ishtirok etish jarayonida berilgan savollarga hozir yaxshi javob berilyapti. O'ylaymanki, natijasiga ko'ra birinchi o'rinni qo'lga kiritamiz. Tadbir yakuniy natijalariga ko'ra respublika bosqichiga Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qism, viloyat Milliy gvardiya boshqarmasi, viloyat ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar bojxona boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli harbiy qism jamoalari keyingi bosqichga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Tadbir so'ngida g'olib jamoalar diplom hamda kitoblar jamlamalari bilan taqdirlandilar.